Assalomu alaykum. Biz mana ishimizni tugatdik. Bugun ko'rib baho beringlar. Bu uyimizni kira olish qismi. G'ishimiz kalishning Norskiy g'ish. Kirganingizda zal. Koridorning kiyimlaydigan joy bo'ladi. O'ng tomonda keyinchalik o'ralib tualet. Bu yerda shit bo'ladi, elektriklarga. To'g'ri kirganingizda koridor. Chap qo'l tomonda ikki xona. Mana bu ikki xonamiz. Birinchi xona, peregirodga. Bu ikkinchi xonamiz. Ruslar balkasini tashlab tomini boshlashdi. Bu uchinchi xona. Uchinchi xonadan chiqqaningizda koridor bor. O'ng qo'l tomonda vanna. Vanna ham kengina. Vannadan chiqib to'g'ri koridor bo'ylab olganingizda kengina kuxna bor, zal. Chap qo'l tomoni oshxona. Tomi prantom bo'ladi, balka tashlab yopilar. Shu holatda bu tomonda o'tirib choy ichadigan joy. Oldida 3 ta panoramli aynaki bor. Yoqsa albatta bitta like, yurakchan qizartirib qo'yishdan chiqmasin. Shunda videoni do'stlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting.